Allah'ın El-Vahhab degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende diqtanlağa Ustad Abduvali Qari Rahimullah'ın Kur'an ve sünnet nuru astida Allah'ın güzel isim sifatlarının qısqacha tafsiri dersliklerden Allah'ın El-Vahhab degan isim sifatlar haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın El-Vahhab degan isim sifatlar haqidagi tafsirlar. Allah'ın bu isim sifatları Kur'an'da 3 yerda tilga ilingan. Sura Sad 9. ayetida tercümesi yoki ularda g'olib nahayeti keremlik Rabbinin rahmetinin hazineleri bağımı. El-Vahhab merhametlik zat demektir. Şunun bilen birge birer narsa, birer maksat talep qilmasdan merhamet qilg'uchi zat demektir. El-Vahhab fakat Allah subhanahu ve Taala'nın o'zigala tasavvur qilinadigan başka Esmaül Husnaga o'xshagan sifatlardandir. Allah subhanahu ve Taala'ga hamma muhtajdir. Hamma muhtajga onun muhtaj bo'lgan narsasini birer narsa, birer maqsad talab qilmasdan berdi. Ana bendiler ichida ham bende o'ziga Allohning mahluqatlari muhtaj bo'lib qolganda ularning ehtiyojlarini hech qanday narsani talab qilmasdan faqat Allohning razosini umid qilgan bo'lsa, Allohning El-Vahhab sifatidan o'ziga xulosa ajratib olgan kishidir. Uningdan sal tuvanroq martabada, ya'ni oxiratni, jannatni umid qilgan kishidir. Uningdan keyin martaba bo'lsa, inson hayotida ba'zi bir marhamat qilishida maqsadi bo'ladi-ki, ba'zi bir shariat ruxsat qilgan doirada payg'ambar alayhissalatu vassalam hadiya berishinglar bir-biringlarning muhabbatiga sababchi bo'ladi degan. Demak, muhabbatga sabab bo'lish uchun hadiya berish ham shariatda bo'lganlik uchun bu martabaga erishganlar El-Vahhab sifatidan tuvanroq ulush olgan kishilardir. Endi buningdan boshqa maqsadlar bilan qilgan kishilar El-Vahhab sifatidan mahrum qolgan kishilardir. Kur'an ve hadislerde Allah'ın bu isim sifatlariga aloqador tuvandagi mazmunlar tilga ilingan. Sura Al-Imron 8. ayetida tercümesi Rabbimiz bizni hidoyat qilganingdan keyin dillarimizni to'g'ri yo'ldan burib etmagin. Bizga dargohingdan rahmat beg'ishlagin. Shubhisizki sen bandalaringga atolani bakmu beg'ishlag'uchisan. Sura Al-Imron 7. ayetida tercümesi Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o Allah sana kitapni, yani Kur'an'ı nazil kıldı. Onun da muhkem, yani manisi uçuk ayetler baki, ula kitapның, yani bütün Kur'an'ның asasıdır. Yine başka muteşabih, yani manisi muayyen emes ayetler vardır. Dillerde egirlik var, yani gumrahlıkka mail kişiler fitne kozgaş ve öz ray boyunca mani veriş için muteşabih ayetler egişidir. Yani muteşabih ayetlerini öz nefsi xahişi boyunca düşendirdi. Bundaq ayetlerinin hakiki manisini fakat Allah bildi. İlimde toşkanlar eytidi. Onunla işendik. Hemmisi Rabbimiz tarafından nazil bo'lgan. Bunu fakat aql egillarila tushunadi. Sura Sad 35. ayetida
Tercümesi Süleyman aytdi: Rabbim, bana mağfiret qilgin. Bana menden keyin menden başka hiç adamga müyesser bo'lmaydigan padişahlıqni ato qilgin. Sen hakikaten köp ato qilguvchisan. Sure Sad 36. ayetida biz Süleyman'a şamalni bo'ysundirib berdik. Şamal Süleyman'ның buyrug'i bo'yicha u xohlagan tarafga larzan mang'atdi. Sure Sad 39. ayetida tercümesi biz Süleyman'a aytdikki, bu bizning sana bergan keng atoyimiz. Onundan sen xohlagan kishiga bergin yoki bermagin, bu haqda sendan hisob elinmaydi. Sure Sad 40. ayeti. Tercümesi u bizning dargohimizda haqiqatan yaqinlikqa va yaxshi oqibatga ega bo'ladi. Sure Shuara 21. ayetida tercümesi sizlardan qo'rqib, sizlardan qochdim. Rabbim bana hikmet ato qildi, meni payg'ambar qildi. Sure Saffat 100. ayeti. Tercümesi Rabbim bana bir yaxshi farzand ato qilgin. Sure İbrahim 39. ayetida tercümesi Cemi hamda sana yaşang'inimda bana İsmail bilan İshaqni bergan Allah xosdir. Rabbim hakikaten duanı anlab turg'uchidir. Yani dua qilg'uchining duasini ijobat qilg'uchidir. Sure An'am 84. ayetida tercümesi biz İbrahim'a İshaqni, Yaqubni ato qildik. Ularning har birini hidayet qildik. İbrahimdan ilgari Nuhni hidayet qildik. İbrahimning avlodidan Davud, Süleyman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harunlarni hidayet qildik. Yaxshi ish qilguvchilarni mushundaq mukofotlaymiz. Sure Al-İmran 38. ayetida tercümesi şu vaqtda, yani Meryem'nin karametini ko'rgan chaqda Zakariya Rabbiga duo qilib, ey Rabbim, bana o'z dargohingdan bir yaxshi farzand ato qilgin. Haqiqatan duoni anglab turg'uchisan, dedi. Sure Meryem 5. ayetida tercümesi men tağıllarimning ballarının o'rnimni basalmasliklaridan, yani dinni qo'ldan berib qo'yishlaridan haqiqatan ansirayman. Mening ayolim tug'masdir. Fazlingdan bana bir yaxshi farzand ato qilgin. Alhamdulillah. Yuqorida Ustaz Abduvali Qori rahimahullah derslerden Allah subhanahu wa ta'ala'nın Al-Vahhab sübtinin tefsirini okuduk. Ahirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.